Hurmatli obunachilar, mana Qo'qondagi agrotexnika do'konimizdan Tojikistondan kelishgan akalarimizga 1105 mini traktordan qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin, yurgizdirib ishlatib berdik. Motorlarga keladigan bo'lsa akalar, motorlar 1105 bo'ladi. 18 ot kuchli, salarkali, radiatorli varianti. Oldida faralargacha bor, kechasi kunduzi ishlasalar ham bo'ladi. Rasxodlari ham o'ta kam bo'ladi akalar. Soatiga 8 grammdan 1 litrgacha salarka rasxod qiladi. Akkumulyatorlari ham o'sha katta akkumulyatordan qo'yilgan, statorlari ham kattadan kelar, ham kalitga ham rushnoyga zavat qilib ishlasalaring bo'laveradi. Balonlar shiroki bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, o'sha yulduzchali yaxshi balondan qo'yilgan ko'rishingiz mumkin. Shiroki balonlar bemalol legirovka qilib ishlasalaring bo'laveradi. Rollari ham o'ta yengil holatda ishlangan. Mana akamiz, mana shu akamiz olishdi, xudo xolasa optim narxlarda qilib berdik. Aka qayerdan keldilar? Tojikiston, Xo'jand. Xudo xolasa narxlari yaxshimikan aka? Kimga shunaqa traktorlardan kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib zakaz qilaverasizlar. Kampligida o'tib ketamiz akalar. Kampligida 120 lik frezasi, kulush naborlari Persebnoy kampligida qo'shib beriladi. Shu narxlar ichida 27 million so'mga xarid qilishlari mumkin. Akalarimiz addeni 2 yo'l pulli puligimizdan ham olishdi. Puligimizning narxi $100 qilib beramiz akalar. Hisoblab optim narxlarda qilib beramiz. Kimga shunaqa traktorlardan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Qo'qonda akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar akalar.